Assalomu alaykum. Bugungi to'xtalib o'tadigan mavzumiz alohida hisob va uni yuritish qoidalari haqidagi mavzumizga 4-qismi bo'ladi. Oldingi mavzumizda amaliy ishlar zanjiriga to'xtalgan edik. Amaliy ishlar zanjiriga birinchi bosqich to'g'ridan to'g'ri usul. E'tibor bering. Korxona barcha daromad va xarajatlarni maksimal darajada tegishli faoliyat turiga to'g'ridan to'g'ri bog'laydi. Ikkinchi bosqich mutanosib usul. To'g'ridan to'g'ri ajratishni o'ldiriladi va ular tushum ulushiga qarab mutanosib ravishda taqsimlanadi. Masalan, direktor va bosh buxgalterning oyligi yoki ofis xarajatlari bo'lishi mumkin. Endi e'tibor bering. Aralash usulda xarajatlarni hisoblashda misollar bilan to'xtalib o'tamiz. Korxonada ikki xil faoliyat mavjud. NDS to'lanadigan 60% tushum. NDSdan ozod etilgan 40% tushum. Lekin korxona 3 turdagi xarajat mavjud. Faqat NDSli faoliyat uchun sotib olingan xomashyo 12 million. Faqat ozod etilgan faoliyat uchun ishlatiladigan qadoqlash materiallar 8 million. Butun korxona uchun umumiy bo'lgan ofis xarajati 10 million. Endi tabiiy savol tug'iladi. Bu xarajatlar soliq hisobiga qanday taqsimlanadi? Hisoblab chiqamiz. NDSli faoliyatiga to'g'ridan to'g'riga 12 million so'm kiritiladi. Ozod etilgan faoliyatda to'g'ridan to'g'ri 8 million so'm kiritiladi. Umumiy xarajat mutanosib usulda 10 million so'm tushum ulushiga asosan 60 ga 40 ga bo'linadi. NDSli faoliyatiga 10 million so'mni 60% ga ko'paytirsak 6 million so'm bo'ladi. Ozod etilgan, ya'ni soliqdan ozod etilgan, NDSdan ozod etilganligi 10 million so'mni 40% ga ko'paytirib 4 million so'm bo'ladi. Yakuniy natija qanaqa bo'ladi? NDSli faoliyatning jami xarajatlari 12 million so'm plus 6 million so'm, jami 18 million so'mga to'g'ri bo'ladi. NDSdan ozod etilgan faoliyat xarajati, jami xarajati bo'lsa 8 million so'm plus 4 million so'm, jami 12 million so'mga to'g'ri keladi. Sizlardan qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga o'tib savol yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga atroflicha javob beraman. Bizni kuzatishda davom eting. Sizga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilaman.